Minecraftda mana shu orolchaga qolib ketdim. Va endi men bu orolchani 3 kun ichida kattagina shaharchaga aylantirib tashlashim kerak. Mana bo'lsa ketdik. To'g'ri, 3 kun juda kam muddat bo'lishi mumkin, lekin men buni eplashim shart. Bu orolchada men bitta o'zim yolg'izman. Men boshqa hech kim yo'q. Men bu daraxt va men bu ichiga uydan tashqari. Endi do'stlar, videoni ko'rishingizdan avval sahifamga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosishni chiqarmasa, men boshladik. Короче, nima qilsak? Bu yerda hozir bitta manadan ferma boliz ekinlar ekishga joy qilamiz. Hamsa ketdik. Biz ekinlarni ekiyoruz. Böyle oson bo'ladi. Chunki bunlar bizga kerak. Sonra ise urug'lardan ikki chiqamiz. Mana bitta. Ve ekib chiqamiz. İki bo'ldik. Endi bularni katta bo'lishini kutamiz va bolizdan bosib olmaslik uchun bunday panjaralab chiqamiz. Eshikcha qo'yib qo'ysak, eshikchani boshqacha rangni qo'ysak yaxshiroq bo'ladi, chunki eshikdagi qidirib bo'lsa qayerda ekan deb o'zimizga. Endi bu esa bularni katta bo'lishi kerak. Böyle kapıştık. Endi ise mana bu yerdan yana bitta kichkina uy qurishimiz kerak. Bu yerda ko'proq uy qurishimiz kerak, chunki ko'proq uy bo'lsa, shaharchaga ham shunchalik ko'proq qurishadi. Bu yerlarni qo'yganimizdan so'ng sekin-asta hayvonlar fermasini qurishga tayyorlanamiz.
bor xuraqlar bize. Narsalar saqlash uchun. Netga bitta zina qo'ysak, kirishga qulay. Endi uchburchak sheferga o'xshagan tom yopib olamiz. Chiroyli ko'rinish uchun bu uyni qurib olganimizdan keyin hayvonlarning fermasiga qurishni o'taman. Videoga yoqgan bo'lsa like va obuna tugmasini bosib qo'yish eslaringizga chiqmasin. Biz esa videoni davom ettiramiz. Bitta maletga qo'shib shart ekan. Ana do'stlar, bo'ldik biz uyimizni tomini ham yopib qo'ydik. Esa bitta eshikchani qo'yib, mana yerdan bitta tasham. Bo'lmaydi, mana bu yerga chiqaraversam. Tasham, bu yerga tasham. Endi esa do'stlar, sigara mollar uchun ferma qilamiz. Birinchi kunimiz ustiga o'tdi. Juda tez. Ataga men shuncha narsa qilishga ulgurmadim. Lekin yana 2 kun bor. 2 kunda bilmam qurolamanmi, lekin harakat qilaman. Qurishga harakat beraman. Bo'lak. Kechasi buni uxlamasdan qilishim shart, chunki juda tez, birinchi kun juda tez o'tib ketdi. Men o'ylaganimdan juda tez o'tib ketdi birinchi kun. Shuning uchun endi bu yerda kechasi bilan ishlab shaharchani, orolchani kengaytirib tashlashim shart. Endi do'stlar, men qal'a qurishim shart, chunki kattagan qal'a tepadan, chunki orolchani kuzatib turgani va himoyalab turish uchun kerak bo'ladi. Juda baland qilishimiz kerak. Chunki orolni hamma yog'ini dengizlarni kuzatib turish uchun kerak. Qalamiz oroliga shuning uchun juda zarur baland qilish.
Ana do'stlar, qalamizni ham o'zi normalligini band qilib oldik. Menimcha, hozir do'stlar, videoni shunchaki qilib qo'yaman. Qalam tayyor bo'lgani bilan sirazi qo'yib yuboraman. Chunki hozir qilmasam video anchagina uzun bo'lib qoladi. Va mana do'stlar, qalachamizni ham qoldim. Endi esa buni ichiga narvonchalar qo'yib yuborsam, bo'ldi. Tayyor bo'lgan bo'ladi. Hozir endi bu qalachamiz ichiga narvon qo'yib chiqishimiz. Do'stlar, qalamlarga shimlar qo'yamiz. Chunki bu qalamni men ertalabgacha quridim, o'qimasdim. Va endi shuncha videoga like bosmasa arzimaydi. Bitta sakr. Esa ana qursak. Endi nima qursak? Nima o'ylab olsam hozir nima qurishni sekin-astalik bilan boshlasak ham bo'laveradi. Endi fikrimga bitta g'oya keldi. Kutubxona quramiz do'stlar. Shahar uchun kutubxona quramiz. Orolcha uchun. Mana do'stlar, kutubxonachamizni ham qo'yib oldim. Videoni kesib qo'yibman, chunki video juda uzun kesishi mumkin. Короче, mana kutubxonamizda qo'yildim. Endi yana qo'shimcha uylar qursak, shahachamiz chiroyli bo'ladi deb umiddaman. Hozir endi o'zi bir kungina qoldi. Bir kun, shu kunimiz qoldi va tamom. Tugaydi. Va davom etamiz. Harakatdan to'xtamay. Shaharimizni endi esa ana nima edi? Shunchaki mana dengizga tushuvchi yo'l qilaman.
Hozir mana do'stlar o'zi qildim. Уже shunaqa. Короче, yo'limizda ham qo'ydim mana bu yerga barglar bilan. Bunday bel bilan oqartirib, yo'llarni joylab qildim. Va shu joyga videomizni yakuni keldi. Video yakunlandi va shuncha mehnatga like va obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.